Sobirjonov, Papava. Yaxshi, Sobirjonov 1-1. 22-daqiqada. Ammo. Mana boya aytib o'tdim-ku, mana Xolmurodov ortga ham qaytmoqda. Markaziy hujumchi himoyaga qaytib kelyapti. Xolmurodov 8-raqam egasiga ahamiyat bering. Va! 64-daqiqada Abror Ismoilov ular ham kamchilik emas. Papava to'pni oldirib qo'ygan ekan, u yog'iga to'g'ri qilibdi, qarang. Jamoadoshlar yetib keladigan bo'lsa, ularni poylasa, vaqtni qo'ldan boy ber. Mana bunisi hech kutilmagan holat. Darvozabon har holda o'girilib ketdi. Muhimjonov to'pni keraklicha uzoqlashtira olmadi. Bu nima edi o'zi aslida? Aniq darvoza tomon tepilgan to'pmidi, trayektoriya yoki jamoasi yutqazayotganda Mokimka 2-2 hisobni tenglashtirmoqda Islom To'xtov.